Hammaga salom do'stlar. PUBG'dagi katta xolasi ham bilmaydigan sirlar part 2. Bu videoda sizlar bilan mana bu missiyani bajarib, ikkita premium case olishni o'rganamiz. Videoni boshlashdan oldin like bosib, kommentariyada ID'ingizni yozib qoldirishni esdan chiqarmang. Chunki yangi yilga ham oz qoldi, biz 15 terplik konkurs boshlaganmiz. Yutib olish imkoniyatingiz bor. Missiyani bajarish uchun esa bizga Nusa kartasi kerak bo'ladi. Nusa kartasiga kiramiz va kartada ko'rsatilgan joyga tushamiz. Bu orolga tushganimizda bizni mana shunaqa yog'ochdan bo'lgan 3 ta so'ri kutib oladi. Bu yerga chiqasiz va mana bunda yashik bor. Yashikni ochganimizdan keyin bizga kalit beradi. Bu kalitni olib ozgina pastroqqa tushamiz. Pastroqqa tushganimizda bizni temir eshik kutib oladi va bu eshikka qarab Simsim, ochil deyishimiz kerak bo'ladi. Va eshik ochiladi. Ichkarida 3 ta sandiq bor. Mana sandiqlarni ochganimizdan keyin missiya bajarildi deydi. O'yindan chiqib ketaveramiz. Chiqqanimizdan keyin esa boya aytilgan 2 ta premium case beradi. Kimga o'xshasa kommentariyaga o'xshadi deb yozib keting.